Hoppala, hammaga salom. Sizlar Minecraft Hard va bugun futbol o'ynadik. Aytgandim sizlarga shart Cristiano Ronaldo va Lamine Yamal videosini qo'yganman. Kim ko'p obunachi yig'sa Ispaniyada o'ynayman, kim ko'p like yig'sa Portugaliyada o'ynayman deb 10 ta like yig'ilibdi va 4 ta obunachi yig'ilibdi. Shu hisobiga Portugaliyada o'ynashimizga to'g'ri keladi. Ispaniya muxlislari kechiringlar. Obuna bo'lish kerak edi. Ayb menda emas, ayb o'zinglarda. Hozir mana Ispaniyani tanlaymiz. Mana shunaqa eng kuchli tarkiblarda o'ynataman. Joao Cancelo yaxshiroq. Hop, bu yerdan Ruben Diasni tushiramiz himoyaga va Gonzalo Iñakoni tushiramiz va bu yerdan Rafael Leaoni tushiramiz va tarkib dahshat almashtirib qo'yamiz va mana shu tarkib bilan jangni boshlaymiz. Hammasi to'g'ri. Agar bu videoni ikkinchi qismini xuddi shu, ya'ni Ispaniya Portugaliyani xohlasanglar, shu videoga 5 ta like va 10 ta 5 ta like yozsanglar qo'yaman. Hop, Portugaliya o'yini boshladi. O'sha Trionda Pro to'pida Ispaniya olib qo'ydi hozir. Gavi hujumga o'tmoqda, Pedri ochiq. Vitinha ulgurdi. Neves. Ronaldo. Mana bunaqa yaxshi pas. Bernardo. Marco Kurele. Bruno Fernandesni yopdi. Ronaldo bu yerda olib qo'ydi. Dahshatli pas. Bernardo ulgurmadi. Aymeric Laporte yopdi. Olib qo'ydi to'pni. Joao Neves oldi. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Bruno nima qilib qo'yar ekan? Joao Neves to'sin. Do'stlar, o'yinning qoidasi bor. Bitta eng kuchli tarkib bilan tushdimmi yoki boshqa tarkiblar bilan tushdimmi, o'yinni oxirigacha almashtirishsa shu tarkibda o'ynayman. Hozir Ispaniya hujumga o'tmoqda. Gonzalo Iñaki olib qo'ydi to'pni. Vitinha qarshi hujum qilishyapti Portugallar. Cristiano, Bruno, Said yo'qmi? Marco Kurele oldi. Unai Simon, Kubarsi, Rodri, Ferran, Fabian Ruiz, Pedri. Ispaniya hujum qilyapti. Zo'rfin ishlayapti. Pedri, Gonzalo Iñaki olib qo'ydi. Xato pas. Marco Kurele Gavi hujumga o'tyapti. Joao Canceloga finta o'tmadi. Vitinha. Portugaliya ham Ispaniya ham gol urishga yaqin kelyapti. Bernardo olib qo'ydi. Cristiano Ronaldoga zo'r pas. Ronaldo qochib ketishi mumkin. Ronaldo! Do'stlar! Mana sizga Cristiano. O'sha videoyimda Ronaldoga yig'layotgan stikerni qo'yganimda shu videom uchun alamini olyapti Ronaldo. Bernardo bilan Ronaldo bir-biridan ancha tushunib o'ynashyapti bu o'yinda. Portugaliya gol urdi. 31-daqiqa oldinga chiqib ketishdi. Ispaniya javob qaytara oladimi? Bruno Fernandes. Gonzalo. Yo'q, Joao Cancelo ekan baribir. To'xtata olishmadi. Portugaliyalar, lekin Ispaniyalar ham hujumni oxiriga yetkazib qo'ya olishmadi. Ispanlar mana bu yerda hujum qilyapti.
Nuno Mendes to'pni olib qo'ydi va yana out ishlab olishdi. Iñaki, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, yana Ronaldo pas so'radi. Mana pas, Joao Cancelodan dahshatli pas. Ronaldo nima qiladi endi? Yana bir bor ustidan, lekin bu safar biroz emas, ancha. Aniq, ancha xato zarba. Aymeric Laporte bugun Ronaldoni umuman to'xtata olmayapti. Ronaldo esa bugun pik formasida o'ynayapti. Birinchi taym tugashiga 1 daqiqa qo'shib berildi va birinchi taym birinchi taym zo'r o'yin bo'ldi. Do'stlar, video tugadi. Bugun Bruno hisobi bilan Portugaliya foydasiga yakunlandi. Ikkinchi qism uchun aytgan shartlarimni bajaring.